Voy, keldingizmi? Dastavga keldimi? Ha, opa, rahmat sizga. Juda ham mazali ekan. Qizlar bilan o'tirib maza qilib yeb oldik. Voy, nega yeysizlar? Yo'q, nima yemaslik kerakmidi? Axir men uni qaynonamni gapiga buyurtma qilgandim-ku. Endi hozir qayerdan topaman unaqa norinni? Hech ham 1 gram ham qolmadimi? Yo'q, qolmadi opa, yedik. Unda menga aytib qo'ysangiz bo'lardi, yemanglar deb. Biz uni hamma hamkasb bilan o'tirib yedik. Sizni tushlikka aytgansiz hammaga deb o'ylabmiz-da. Qayerdan bilamiz? Bir tog'ora norini hammasi tugadimi? Hammasini yedik. Hazillashma, Lobar. Nimaga hazillashaman? Aytsang bo'lardi-yu, bu norin sohibi opamniki deb. Endi hamkasblar yeymiz deb turgandan keyin yo'q, yemanglar demayman-ku, opa. Endi shuni aytish kerak edi-da, biz ham qayerdan bilamiz? Endi birovga kelgan narsa bo'lsa, shuni olib qo'yishga seni aqling yetsa kerak deb o'ylabman-da. Shuning uchun aytib qo'yish balki unutdim. Arzimagan bir tog'ora noringa shunchami, opa? Birovga narsa kelganda hech bo'lmasa biroz telefon qilib so'rab oldidan o'tadimi yo'qmi? Menimcha farosatli odamlar shunaqa qilishadi. Qo'ng'iroq qilishadi. Opa, sizga narsa keldi deyshadi. Keyin uni fikrini bilishadi. Qaynonam. Alo. Oyjon, assalomu alaykum. Qizim, norin kelyaptimi? Olib kelyapsizmi? Ha, oyjon, olib boryapman. Siz xavotir olmang, hozir olib boraman. Nima biladim? Qizlarga ozginagina berib, qolganini olib qo'ydim. Oyim bilan singlim kelishiga dasturxon bezataman.